serisinde Xotin-qiz muslimalari orasida birinchi tabib jamoat ishtirokchisi Raziya Qutliyanova, Firaya Sabirova esa Oygul Nasir. Biz javobingizni kutamiz. Oshmamiz vaqt bor. Qo'yamiz. Raziya Qutliyanova. Raziya Qutliyanova. Dirish javobni qo'ying. Dirish javob. Bütün qatnashuvchilar dirish javob berdilar. Tatar kiyimleri kiyirge bir qiziqlıydım. Hazır her bir kibitga kirgan sayin tatar milliy kiyimlarini ko'rishga tirisham, ham o'zim shu bilan qiziqsam. Bарлык шушундай тупланган мәгълүматларны үзебездә сеңдереп калырга һәм шулай дәвам итәргә кирәк. Үзебезнең тарихыбызны өйрәнергә, бүтән шул өйрәнгән әйберләрне дә үзебездә сеңдереп калырга һәм балаларыбызга инде шуларны җиткерергә. Tatar kızı 2021 Respublika Ko'lam bәйгесенең Grand-pri iyasi Quddusova Oygul. Grand-pri iyasi milliy hasita muvaffaq 50,000 so'mlik sertifikat bilan bo'ladi. Men o'zimning jingimga birda ishonmadim. Kirisincha o'zimni jingimni birda o'ylamadim. Ham o'yimda bor edi bir ikki qiz olg'ash chig'asi deganingda. Lekin o'zimning ismimni eshitgach, men o'qtirib qoldim ham yuzimda endi shuni shodlik ishdan bu konkurs meni bir narsaga yetdi. Bu konkurs meni umuman kishi shahri simon ochdi. Men bunda bu jardan buyugina tug'ilsin, bunda shahri simon oshilsin. Shajara bo'yicha men o'zimning 7-8 bugun bobomni topdim, bilasizmi shuni? Alrin bizga oldin aytib qo'yganlar bir oy oldin izlanirga. Men shularni izlanib, g'oz arxivlardan, Buyuk Vatan so'ngishida qatnashgan bobomlarimdan butun narsasini, barliq informatsiyani to'pladim. Ham men domina shu informatsiyani bilgach, u sen shunday kuch beradi. Eng birinchi tatar tilini ko'tarishga u bizdan turadi. Albatta, eng birinchi tatar tilida сөйләшергә, saf сөйләшергә. Bunda bizning de ayni bo'lsalar. Ayni oila qarg'ash, ayni bo'lg'ash o'zimizning bolalarimiz bilan saf tatarcha сөйләшергә, rus so'zlari qistirmasak, bu eng birinchi o'zimizdan turadi. Ham endi tatar millatini ko'tarish uchun, unutmas uchun bizning urf-odatlarimizni unutmasha, shu urf-odatlar bo'yicha yashashga kerak.